Assalomu alaykum, Dolphin avtosalonining YouTube kuzatuvchilari. Biz sizlarga anchadan beri video qo'ymagandik. Nega? Chunki mana yangi 2025-yilgi S31, S32 modellari yetib keldi. Hozir sizlarga shularni obzorini qilamiz. Qani ketdik. Akalar, hozir sizlarda eng ko'p yuk tashish uchun mo'ljallangan, zo'r sotilayotgan S32 dubl kabinamizni obzorini qilamiz. Bu S32 modelimiz ham ishchilarni, ham yuk tashish uchun mo'ljallangan. Motor qismiga kelsak, 1.5 motorli 115 ot kuchi sepli motor bilan jihozlangan. Buni motori sidinaning tagida joylashgan. Hali motorlar ko'rishingiz mumkin. 1.5li sepli motor bilan jihozlangan. Bu S32 modelimizni yangi varianti. Elektr uslitilli rul, elektron tablonga ega, monitorlari bor, old orqa kameralari bor. 5 kishi bemalol ichida o'tirib, xohlagan ishlarni qilib ketishga mo'ljallangan avtomobil. Orqa bortiga kelsak, orqa borti uzunasi 220 ga, 165 eniga 1,5 tonnagacha yuk ko'taradi. Ko'pchilik so'raydi, orqa baloni qo'sh balonligini. Yo'q, bu yakka balonli. Nega? Yakka balonlikni 14 diametrli katta balon bilan jihozlangan. Spesialni bu yuk ko'tarishga mo'ljallangan avtomobil. Bemalol qo'rqmasdan buni xarid qilib olishingiz mumkin. Orqalarida ham kameralari bor. Yurganda harakatlanganda, orqaga harakatlanganda bemalol harakatlanadi. Hozirgi kunda Bu avtomobilimiz chegirma narxga tushdi. Videoning oxirida narxlarni bitta aytib ketaman. Bu S31 modelimizni kelsak, S31 modeli. Bu bilan farqi motordan farq qilmaydi. Bir xil mashina. Faqat bu 2 kishiga mo'ljallangan, bu 5 kishiga mo'ljallangan. Shuni hisobiga orqa bortining uzunasi bor. Orqa bortining uzunasi 3 metrga 1.65. Bu avtomobilimiz 2-2,5 tonna yuk ko'taradi. Bu ham yakka balon bilan jihozlangan. Bu ham shu 14 katta balon bilan jihozlangan. Shu yuk tashish uchun mo'ljallangan balonlar. Yakka balon. Resorlari ham shu yukka mo'ljallangan. Ko'rib turibsiz, hamma sharoitlari zo'r jihozlangan avtomobil. S31 modelimizni ham salon qismiga kelsak, bu ham elektr uslitilli rul bilan jihozlangan. Tablonlari elektronik variantda ko'rsatib turadi. Monitorlari bor, old orqa kameralari bor. Kameralarni ko'rishingiz mumkin. Orqaga urganda orqani ko'rsatadi mana. Barcha qulayliklar bor. 2 kishi bemalol o'tirib o'z yuklaringizni bemalol tashlashingiz mumkin. Endi ushbu avtomobillarimizni haydab sinovdan o'tkazamiz. Ko'rishingiz mumkin. Akalar, qisqacha obzorimiz shu edi. Obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bizga like bosing, obuna bo'ling. Ushbu ikkala mashinamiz hozirgi kunda narxlari S32 modelimiz 14.200 dollar, S31 modelimiz esa 13.700 dollar sotilyapti. Kimga manzil qiziq bo'lsa, uzoq emas, Toshkent Erkin posti yonida joylashgan. Traktorning Chimgan zavodiga kelaverasizlar. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizni avtosalonimizda kutamiz.